Bence Nahmeydan başlandı dep oylayman. Assalamu alaykum hörmetli qarindoshlar. Manlarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men biraz bugün tuyuqsizlanma ekran oldiga chiqib qoldim. Oldin normalda gaplarni qilib qo'yatdim. Mancha vaqtdagi boshlaymadim. Bugun qilamadim. Shunga ayb buyurmoqaysizlar. Bugün qarindoshlar, oldinlar chiqishimdagi sabab bugün 3 nuqtada ba'zi bir nuqtalarni qarindoshlarga o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Ba'zi qarindoshlar bek yo'qolib ketdingizmi deb so'ragan qarindoshlar bo'ldi. Hammalarga rahmat qarindoshlar. Oldi bilan hammalarning bir yangi yili muborak bo'lsin. Yangi yilda inshaalloh xalqimizga va ko'rishimizga yangicha hal bilan nasib bo'lsin inshaalloh. Bugün qarindoshlar 3 nuqtada asosiy jihatdan so'zlashma amaliyotda 2 nuqtada gap qilmoqchidim asli planda, ammo bizning muhojiratning kun tartibi yana arsiga birini qo'shib qo'ydim. Aldı bilen qısqalı bir to'xtalib o'tib ketay. Oxirgi tafsiliy to'xtaladigan nuqtam Sharq Turkiston yoshlar qurultayining vakillari oldingi yili 2022-yili 12-oyning 26-sidan 28-gacha Gollandiyada yig'ildi qarindoshlar. U yerda saylamini qilgan bo'ldi Sharq Turkiston yoshlar qurultayining. Ondan keyingi natija va ahvollar to'g'risida bayonot berdi. Bu rasmda siz yo'q deb mendan savollar so'raganlar bo'ldi. Shuni men bir Muşu to'g'risida bir to'xtalmoqchi, ammo oxirsida tafsiliyroq to'xtalmay, hozir qisqacha deydiganim, men ba'zi bir jiddiy chiqib qolgan ishlar sababidan bu qitim borolmay qoldim nimaga, yig'inga va tashkilotimizning nizomnomasi bo'yicha yig'in maydoniga kelinmagan vakillarning o'zini nomzod ko'rsatish va bilet tashlash huquqi yo'q deyilgachga, men bu qitimliq saylamda Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibiga nomzod ko'rsatmadim o'zimni. Shuning uchun bu qitim borolmay qoldim qarindoshlar. Ammo tashkilotning hamma a'zolari qatnashdi mendan boshqa va saylam jarayoni to'g'risidagi bayonotini chiqarib qo'ydi. Buning ham da oxirida kelmoq qarindoshlar. Endi hozir so'zlaydigan 2 nuqta bor. Birinchi nuqta o'tganda shu nimaning Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki nimiside Birleşken Devletler Teşkilatı'da avazga koygan bir nimi oldu. Ondan başka live minvatı deb o'ylayman. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki avazga koygan nimisidan keyin bizde biraz ayacanlık şeklinde Özbekistan'a ve başkalarga karşı bir narazılığımızı bildirmemdik degan şekilde bir chaqiriqlar bo'lganda men bir gapni degandim, ya'ni bu xalqaro davlatlarning, kuchli davlatlarning o'zaro kuch sinash o'yinlarida biz bek hissiyotga ketmaylik deb. Shunga birinchi demoqchi bo'lgan temam hissiyotni kontrol qilishni o'rgandikmi qarindoshlar demoqchi. Ondan keyin yana bir fojia yuz berdi. Vatanimizda hammalarni xalqni solab qo'yib, oxirida bir binoga o't ketdi. Bu vaqtda biz bütün chet eldagilar yani normal karakterimiz bo'yicha Güldür Qara samimiz ayajonlar bilan ko'chalarga yana bir yerlarga chiqishga boshladik, vaqirdik. Hattoki Xitoyda boshlangan bir oq qog'oz ko'tarish harakatiga hammaylar aktiv ovoz qo'shilgan yerga ketib qoladi. Az qolsin. Hatto biz o'ylamagan darajada siyosiy nuqtadan sagak deb qaragan odamlarmi oq bayroq ko'tarib, shu Xitoydagi harakatga qo'shildiganligini bildirib, torlarda, ijtimoiy taratqularda bir narsalarni chiqarib yurdi. Lekin qo'shug'im xalqning sagakligi, ya'ni o'tgan 3 yildan beri muhojiratda yashagan Sharq Turkiston mustaqillik kurashi bilan Xitoy demokratiya harakatining bizga sanmoqchi, bo'ynimizga sanmoqchi bo'lgan tasmasini tushuntirish jarayonining natijasi sifatida xalqimiz ma'lum nisbatda uyg'unibdi. Yani bunu dikkat qilish muamelasi tutgan, Sharq Turkiston mustaqilligini bunga akirishga tirishgan, ular oq qog'oz ko'tarsa biz ko'k qog'oz ko'taramiz deydigan shakldagi harakatlarni ko'rib men haqiqatan mamnun bo'ldim. Shu narsani unutmaylik, bunimi deyishning vaqti keldi hozir. Bir narsa dal mushu qarindoshlarning ko'k qog'oz ko'taramiz, oqni ko'tarmaymiz deganining aşınınğa münasibetlik bir can algıcı bir nuqtani men qarindoshlarga bugun deyishning vaqti keldi deb o'ylayman. Qarindoshlar, bizning Sharq Turkiston mustaqillik kurashini
Xitoyni demokratiyalashtirish harakatining bir parchasi qilish arzusida bo'layotgan siyosiy kuchlar bor. Ve afsus maalesef bizning siyosiy davadagi monopolli bo'lgan tashkilotlar dal shu Xitoyni demokratiyalashtirish uchun Uyg'ur davasini monopol qilib ipmadiganlarning yo'lida ketig'liq. Shu yo'lda meng'iliq. Bütün jidalning sababi mana shu. Ama bu qitimliq hareketdeki siyasi sergekliğini ko'rsatgan qarindoshlarımızdan şu aniq bo'ldiki, dunyoga bir mesaj berildi ki, Sharqiy Turkiston meselesini, yani Sharqiy Turkiston meselesi mahiyet jihatdan Xitoyning demokratiyalash harakatining bir parçası emas biz. Xitoy demokratiyalashsa yaxshi, demokratiyalashmasa o'zining ishi. Bizning meselemiz emas o. Biz ularning demokratiyalashtirish harakatining o'rkash davlat chiqib Mancular bilan Moğollar bilan biz yaxshi yashagandik, ammo Xanzurlar bilan yaxshi yashamadik degandek, unda quruq gaplar bilan ma'nodagan narsa emas. Bu hozir kommunist Xitoylar bilan yaxshi yashamadik, burunqilar bilan yaxshi yashagandik degandek apqashli gaplar bilan oqlab bo'ladigan yoki monopol qilib bo'ladigan kurash emas. Sharqiy Turkiston mustaqillik kurashi o'z oldiga bir tuproqning kurashi. Xitoyni demokratiyalashtirish harakatining bir parchasi emas. Undaq bo'lgan ekan, Xitoyni demokratiyalashtiradigan har qanday harakatga biz boshchilab shu peti kirib ketmasligimiz kerak. O'zimizning maydoni bilan turishimiz kerak har yerda. Xitoyga shartni biz qo'yishimiz kerak. Men shu vaqtda bir yozmadan birini yozdim. Unutmaylik qarindoshlar. Hozirgi xalqaro konjunkturda, hozirgi xalqaro sahnada bu lagerlarni Xitoyning ichishi bilan Sharqiy Turkiston masalasi hozir dünyanın qiziqayotgan meselesining birisi. Uyg'ur meselesini demadimmi? Uyg'ur inson huquqlari meselesi zaten xalqaralashib bo'ldi. Ammo hozir Mavruqiyat Urdush xonimning kitobi va boshqalardan Salih Xudoyor qarindishimizning harakatlari degandek harakatlar bilan Sharqiy Turkiston meselesi bu hozir qiziqish nuqtasida kelyapti. Bu ahvolda biz Xitoyning demokratlariga xalqaro sahnada bizning ehtiyojimiz yo'q. Şunun için Xitoyni ustoz tutadiganlar, ya dada tutadiganlar, amma tutadiganlar, ya quchoqlab yotadiganlar, o demiş qilsa o'zining ishi, ammo Sharqiy Turkistonliklar sergak turaylik qarindoshlar. Muajiratda Xitoylarga bizning ehtiyojimiz yo'q. Ularning bizga ehtiyoji bor. Shuning uchun shu nuqtaga qarindoshlarimizda siyosiy sezgurlikning paydo bo'lganidan haqiqatan bek memnun bo'ldim. İnşallah hammamiz sergak turaylik. Ondan başka Xitoyda bir hareketler başlansa nihayetimi tez hayacanlanıp tez düşüp bunda qilsak bo'lmaydi qarindoshlar. Şu vaqtdagi yazgan yazmamda ben her qanday bir davlatdagi isyon harakatlarining, ya norozilik harakatlarining 6 bosqichda taraqqiy qilganligini yozdim. Shuning uchun suvni ko'may o'tak silversak bo'lmaydi. Bunday hareketler ma'lum bir yerga berish kerak, nimasi doirasi kengayish kerak. Hadi ikinci, üçüncü basqıçlarda ötüp qurolliq saqchilarni bostiramagan vaqtida harbiylarni harbiy bostirish uchun chiqadi. Harbiyni bostiramagan vaqtida undan keyin o Xitoyda bir ish bo'lishga boshladi desak bo'ladi. Masalan, hozir Irondagi vaziyat qurolliq saqchilarni bostiramagan holatda. Hamda National Guard deydi, ulusal qo'rg'uvchilar maydonga chiqamdi. Ular chiqib, ularni bostiramasa, undan keyin Ironning taqdiri burulduğu yere geldi deyimiz. Bu mesela o başka işler tek baldur işler. Aldırap ötek sevetsek ya aldırap ayacanlıp gidip kalsak bombaydı. Onundaki ikinci mesele qarindoshlar. Bu mümkün tertipte kaç güne bunu ekirdi bizden counterpartlarımız muhataplarımız değil. Yani öteki ötkendiler. Ömer Bekali akını Avustralya seferinden paydalanıp onunla gaz verip öyümüzün qorasının keynide bir parça video işlesiniz Dilyar buna cevap veremeydi deb gaz vergenler. Xuddi ona cevap veremeydi qandak. Ömer Bekali akını uyga taklif qilib ekran içip xalqni oldida bir ko'rishayli degandim. O'zim ma'qul degandim, ammo vaqti yetmay ketib qoldi. Ama onu gaz vergenlerini bilimiz hem de. Ömer Bekali akıga. Endi bu qitim kepti, yani indigenousin bir qanchasi. Bu qitim hem de uyda o'tirgan
Ustazım, hürmetlik Ahmet İgenbeydi Efendi'ni çıkarıp sözlüdü. Bu doğrusuda ben ayrım gap koymasam olmaydı. Çünkü qarindoshlar, bu Sharq Turkiston kurushiga men 17 yaşımda kirdim. Hamma tashkilotning ko'rib baxtim, hammasini bildim. Yine de en uzun işligini Ahmet İgenbeydi Efendi ve ondan keyin kelgan reisimiz Demiyan Rahmet Efendi. Bular Sharq Turkistonning mustaqillığı tarafdori tashkilotlarda ishlagan ve Sharq Turkiston surgunlik hukumati yangi qurilgan vaqtdagi Cumhur reisleri. Demiyan Rahmet Efendi keyinchi vaqtlarda bosh ministr bo'ldi deymi, xato esimda qolmaganmisa. Bek uzun yillarni oldidagi gaplar. Men shaxsan Dilyar Musabay bo'lish suhbatim bilan bu davada, Canbaxtı dava bilan men Sharq Turkiston kurashida pek ko'p odamlarni ko'rdim. İntayin ko'p ishlarga shohid bo'ldim. Mushu bizning Amerikadagi dinozavrning nima kessin surgunlik hukumatni cho'qim yo'qotishimiz kerak deb vaqirab yurgan vaqtlardagi jidallarning ichida borman. Men Sharq Turkiston surgunlik hukumati tarafda baktım, hamma jidalda. O vaqtda kichikdim, faqat ko'rib o'rganayotgan vaqtlarimda. Şu vaqtlarda Ahmet İgenbeydi ustozimizdan yine etdim. Ben şunu kesip diyelim qarindoshlar. Eğer de bu davada, bu muhacirette 20 yılga yakın vaqt ichida men agar bir narsalarni o'rgangan bo'lsam, shu davadagi peshqadamlardan, men shuni kesib diyelayman, Sharqiy Turkiston kurashiga sodiq bo'lishni, Sharqiy Turkiston kurashida durust bo'lishni, xalqning irodasiga vakillik qilishda eng oxirigacha umurtqani va meydini tik tutishni men Ahmet İgenbeydi'den o'rgandim. Boshqalaridan qanday xumsuluq bo'ladiganini, qanday xoinlik bo'ladiganini ve qanday chidamaslik, nomardlik bo'ladiganini boshqalaridan ko'rdim. Shuning uchun Ahmet İgenbeydi ustozning bizning nazarimizda, shaxsan mening nazarimda o'rni boshqa. U odamga bahoni tarix berdi ve qanday berdigini biz bilamiz. Çünkü o adamning mındaqladay muhaciratda Sharqiy Turkiston deb turib, ko'zidan rost yosh oqadigan bir qancha odamning birisi shu Ahmet İgenbeydi ustozimiz. Endi bu ustozimiz cho'ngib qoldi yoshqa. Hazır cemaatçıqraq deb adlaytib turyapti. Endi bu yoshga cho'ng bo'lib qolgan bir odamni uning shaxsiy turmush ehtiyojidan foydalanib yoki uni suiiste'mol qilib 90 ga kiradigan odamning shaxsiy kirqiti, oshnini, tamoqi degan ehtiyojidan foydalanib, bu odamni qapazdagi shatotdek sayratiman deyotgan ba'zi xumslar var. Endi bu siyasette bunu xumsuluk deydi bunu. Bu siyasi ahlak olmaydı bunun içinde. Mesela hazır Ahmet İgenbey bularning bu xumsularning kuşçilik minisi var. O kuşçilik minisinin bergen ahli şu, maksat şu. Ahmet İgenbey ustozimiz da yerden sayırtış. Bunu dikin biz çıkıp deymiz de. Ya birileri çıkıp deydi bularning xiyalida. 70 yıl Sharqiy Turkiston deb kurash qildim. 70 yıl, hatta teki Rabia Kadir Uygurlarını uxlatma, sosk silip aldıma avtonomiya deb yazgan şiirleri var, kitapları var, deste hayatını yazgan Sharqiy Turkistonda mustaqillik uchun nima ishlarni qilganlar. Shu kitaplarni o'qib o'qiganlar biz. Endi bugun chiqib, Sharqiy Turkiston emasdiki, Uyg'uristondiki, o Qurultay avtonomiyachi emasdiki, biz xato tushunib qoldik deganda gaplar bilan maydonini o'zgartib chiqarsa, siyosatda nima deb cevap verimiz siyasetinin kaidesinde degende Ahmet İgenbeydi'de ustozimizga çıkıp verildiğin cevap şu oldu. Sen bir siyasi dönek, 70 yıllık siyasi hayatını inkar kılan siyasi dönek değişik doğru geldi. Bulanın hiyali da Ahmet İgenbeydi ustozimizin ölçmez küreşlerini, davalarını, kan təyərlərini, yani Avustralya'da qançilik siyasi küreş olsa, Sharq Turkiston doğruluq, şu Ahmet İgenbeydi degan şu adamның qilgan işleri ve şunun davamı zaten bu yerdeki küreşlerin hemisi.
Aşının hemmisini bizning siyasi dönek deyişimiz arkalık, bizning ağzımız arkalık Ahmet Egenbadi'dek bir küreşcan, bir adamni, hatta bir tarih kalıdığan bir Şarkı Türkistanlıkni biz arkalık inkar kılgızmakçı bula. Endi biz şu oyunga düşemdik, yani biz çıkıp vay Ahmet Egenbadi nima uchun burundiqqa meydanada yanisa deb o adamga til uzatamdik sizlarcha. Sizlarning aqlinglar eshinchilik. Shuning uchun bizning deydiganimiz 90'ga kirgan adamni rahat qo'yish. O adam o'zining oxirgi turmushini yaşasın, o'zining hayoti to'g'riliq aslimalarni yazsın, ilmi necha kitoblarini yozdi. Bu ovozga yoki videoga oladigan narsalar bo'lsa, o'zining hayoti to'g'riliq, nimalarni ko'rgani to'g'riliq, nimalarni yashagani to'g'riliq tajribalarini so'zlasin. O xumsizlik qilib shiktaxsizlar, men ko'tardik deb keynidan shotiraqlik qilishma. Adletga shotiraqqa aqotun shikingga da'atma. Shuning uchun endi bu qitimdagi Germaniyadan kelibdi, ataydan ishga yenidi Xitoyning ishga gundupidek o'tirib, cho'p-cho'ngib qolgan odamni jinoyatchidek o'tag'izib yana so'zlatibdi. Ishkisining chiroyi qarsa yuragida qon yo'q, chiroyida qon yo'q, yuragi suv qachon bizga qarshi gap aytib qolarki deb ora o'tag'ini chiqib turdi. Qarang, Ferhat Yo'ronqash efendim, sizning bek qildigan ishingiz yo'q bo'lsa, ben sizga ishlab beray. Qarang, biz sizdan oddiy savol so'rayapmiz. Ya'ni Ahmet Egenbadi bizni avtonomiyachiga emasga desin deb u yerga paydo chiqmaydigan yerga o'ynamay u yanni. Qarang, siz ma'noga javob bering, ma'noga juma, yaxshi anglang. Ma'lum, mayli biz qabul qilaylik qilmaydi, yoki siz idrok qilaylik qilmaydi, ichimizga singdirayli yoki singdirmaydi. Hozir Uyg'ur riyasida Sharq Turkiston milliy harakatini qaysi istiqlolga aprish masalasi, ya'ni o'zimizning kelgusi g'oyasi bo'lgan milliy mustaqilligimizni asliga keltirish g'oyamizni qaysi usul, qaysi taktikaga aprish masalasi haqida o'xshamagan fikrlar bor. Bu fikrlarni mujassamlaydigan bo'lsak, bu fikr tuvandagi bir qancha nuqtaga markazlashdi. Biz milliy mustaqillikni chim turish, voz kechmaslik, xalqaro sharoit ishbitilga vaqti buni asliga keltirish. İkincisi, öz taqdirimizni o'zimiz belgilash prinsipini shu orqali turib, buni bosib turib, bu orqali o'zimizning kelgusi g'oyasiga yetish degan ishtiroq bor. Yana bir tarafdan Tibetchilarning o'tirgan siyosatini sinab boqsak, biz birinchi bosqichda hozir o'zimizning milliy va diniy mavjudligimizni qo'llab qolsak, bu asosda o'zimizning milliy taqdirimizni, ya'ni kelgusi g'oyamiz bo'lgan mustaqilligimizni biz bir qancha bosqichlarda bo'lib, masalan, yuksak avtonomiya, federatsiya, oxirgi mustaqillik degandek bosqichlar bo'lib topsak, buning nemiz dini va degichlarniki ta'lim emas. Xo'sh kelayli. Bu sizdan 2011-yil Amerikalik Oliy Kengashda degan gapingiz. Men burun bir qo'yib bergan bu gapni. Anglandiq-a, qarindoshlar? Ovozbek so'z chiqib qolsa ayibga buyurmag'aysizlar. Bu o'zingizning degan gapi. Ya'ni gapingizning xulosasi shu. Bizning ichimizda biz xohlasaqmi, xohlamasaqmi, avtonomiya ilib masalamizni hal qilsak bo'ladi-ku deguvchilarning sonimi oz emas debsiz. Siz buningga javob bering. Kimlar shular? Şu işçimizde avtonomiya alsak bo'ladi deydigan sizning ishchinglardagi avtonomiyachilar kimlar? Savol oddiy qarang. Udulli javob bersiz. Birisi iniq mana kendi so'ziga Qahramon Xo'jambadi bilan ishchilarni to'nidi hozir. Yana boshqa avtonomiyachilar bormi? Gapingizdan qaraganda hali jiq o'xshaydi aranglarda. Bormi? Shunga o 90 yoshli odamning ishga beqiniga kirib olib Xitoyning gundupaylardek o'tirib bu odamni qurultay avtonomiyachi emas degizmasdan o'zing chiqibda o'zing javob ber. Tamam. Shuning uchun ustozimizni sizlarning bundaq rodopaydek bundaq chupay o'yinlaringlarga tushib biz Ahmet Egenbadining 70 yillik hayotini inkor qilmaymiz. U odamni biz bilamiz. Dedim-ku, bu davoda sizlardek xumsizlarga qanday taqabul turishni, sizlarga qarshi qanday tish turishni shu Ahmet Egenbadi o'rganganmiz. Tamam? U odamni biz chiqib hech narsa demaymiz. U bizning ustozimiz. Ertugün biz Şarkı Türkistan kuruşunun manevi kıymetlerden bir soludu, yani manevi dadısıdan bir soludu o adam. Allah ömrünü uzun olsun. Şunun için özenlik kelinglar, özenlik. Yani yininizdeki Baxtiyar Böre efendim onda uşak işler kirmey. Elikin meni indigenistlarni yaratmay gap qildi, zanlik qildi deb sot qo'ymasdingizku Baxtiyar efendim. Aşını qiling, saqlayatma. To'g'rimi? Ne dedi? Tayin yok kişilik kardeşi olmayı, kiravanmayı. Şunun için Ahmet Egenbadi ustazımız bizden ustazımız. O adam yani bizde az hakkı yok. Bizge koşkan nesli az emas. Elbette onun mu
xalqaro siyosatni to'liq tushunmasligi, xalqaro siyosatdagi vaziyatlarni to'g'ri analiz qilmasligi degandek xalqaro siyosatchi emas endi bir kurashchi, inqilobchi odam. Severliklari sebebinden aynı davrlarda o'zining to'g'ri qilgan, to'g'ri maydonda turgan yerlar bilan tan xato qilgan yerlarimi bor har qanday bir siyosiy kurashchi, inqilobchi sifatida yoki inqilobchilardan biri bo'lish sifati bilan. Uni to'g'risini to'g'ri, xatosini xato deb tarix yozadi. Bizning hozir deydiganimiz va bundan keyin deydiganimiz Sharqiy Turkiston kurishini bizga o'rgatgan odamlarning birisi Ahmad Egamberdi ustozimiz. Shuning uchun u yerga hech kirmanglar. Bakınma, u yerga hech kirmay Adelaidga ya Avstraliyaga kelganda, ishchilardagi avtonomiyachilar kimlar? Shuning javobini berin oldida. Ondan keyin boshqalarni sayrasangiz bo'lamdi, bo'lmamdi, aniq o'ylashaylik. Tamam, bu ikkinchi nuqta qarindoshlar. Ustozimizni sayrtib xili o'tganlardan shunday ishlar bo'lgan, men yaqinga qatdim. Ama bu qitim Ota-Oydan Germaniyadan kelib qolgan bo'lsanglar, siz bu yerdan xili bir biznes chiqadi deb o'ylab qolgan o'xshaysizlar. Chiqmaydi. Tamam, cho'choni ham salmanglar. Xo'sh, kelaylik endi qarindoshlar. Bugun qisqalam gapirmoqchidim. 3-si abay 5-da degandim, keyin tafsilga kirman deb. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining saylimi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining abay 5-da yerimdek saylimi bo'ldi. Ama nizamnoma bo'yicha men bu yerdan bormaganligim uchun ciddi iş çıkıp gelip hem namzat bulamadım hem bilet taşlayamadım. Ama saylamdı mı ikinci turgu kaptı saylam. Birinci turda başka atıp saylap çıkaramaptı. Yani manç persentin aşması ikinci turgu kalıdı. İkinci tur bir ayının içinde ciddi buluş gerek diyen maddeler var nizamnamada. Şunun için 12. ayının 26'sı bolgan bolsa, birinci ayının 26'sı bir ayının içinde ciddi ikinci tur saylam bilen adam saylap çıkıdı, başka atıp saylap çıkıdı. Şuna hazır namzatlar yani özünü tizimletip bir sülümünü hazırlığa tayarlık kılıvatkan buluş mümkün. Şunda buldan bu jarayanda. Şuna şu birinci ayının 26. sığıcı bulduğun ciddi saylamgıça nime başka atıp vazifesini yanılmaya öte atımen ama birinci ayının 26'da yeni başka atıp saylanğandan keyin mene vazifem toşudum. Onundikin Sharq Turkiston yoshlar qurultayining ben burun degandim to'rbekdi nizomnomasi hamma narsa tayyor bo'ldi deb. U narsada shu yeni boshqa atib yeni vazifaga o'tganlar shular chiqas to'g'ri bo'ldi dedim. Hozir uni e'lon qilib, onun keyindan yeni saylangan nima uni o'tkazib bergandim. Ashlar biroq saylanib bo'lgandan keyin o'tkaziblar, keyin shularning boshqarishida e'lon qilinsa eng to'g'ri bo'ldi. Yani bir kol almış bulmaydı ki. Şunu için ben yanıla Sharq Turkiston yoshlar qurultayining a'zosi bo'lib turaverman. Onun dikin icraiya komiteti yeni saylangan başka atib icraiya komiteti tashkillaydi. Bu yerga kimlarni qo'yish, qanday tashkillash huquqi hamisi o'zida. Endi Sharq Turkiston yoshlar qurultayining qurilish bosqichi o'tgan deganimdek tugab bo'ldi. Endi ikkinchi bosqichda biraz siyosiy harakatlarning tunji qadimi, ondan keyin aktivizm harakatlarining qadimi itiladi. Shuna bu daqi başka atıpqa inşallah ufuk dileymen ve teşkilatın bir a'zosi bo'lish bütün bilen her qanday xizmatda endi bo'laman. Şu qarindoshlar, shuning uchun bu qitim yig'inga ben baramay qoldim. O yig'inlarda rasmda meni ko'rmagan qarindoshlar, menda ansirgan qarindoshlar bo'ldi. Men yaxshi, ama bir ciddi ish bo'lib qilib baramay qoldim biraz. Aslida Ömer Bekali hakkımızga mı degandim, o yerda ko'rish nasib bo'lmadi. 20 kundan keyin Gollandiyaga borman shu yerda ko'rishaylik deb, ama u nasib bo'lmadi bu qitim. Ama her vaqt qolsa ekranni ichib qo'yib qaralishga men tayyor. Ama hech kim birileri gaz verse, o gaz bilan da ter taraqshib baqsaq, bular keyin yenib qolamiki degan yerga kirmanglar qarindoshlar. U yerga agarda biz birsi chiqib video ochimiz, kelar so'zlashimiz yoki Ahmet Egamberdi ustozdan o'yi görüp onu biznesi digizimiz şunu oldu bunu keyni yanıdı digen bolsa biz onu keynimizga yandığı adam bolsak bu yolga çıkamdık ay. Mesela Ömer Bekali hakimiz görüşümüz sen bir video açımız desem Ömer Bekali hakimiz oturup nemi deydigan gepimni tapanmaydigan bir olsam ben Nuri Türkel Dolqun İsa'ları çıkay ekranga demdi mi? Kuşçilik menanlava onun belgen akli mişinçilik. Aşınınğa özanlar gibi bizimle işinle 60 kovada yani umuz kılınlar. Biraz bir çoğmalınlar ya. Şunun için hem nesinin bir tertibi var, bir ahlakı var. Siyasetnamı bir ahlakı var. Kirmeydiğen noktalar var. Tamam, birisinin ailesiyle kirmeyimiz,
birisinin balısına kirmeyimiz, yani birisinin yan bir nesine kirmeyimiz. Ona diken çoğunlarının mı ihtiyacıdan paydalanıp durup, ulanı özanlığa layık, beni kollaydıgan gaqı hüzümen diyen şekilde u yergimi kirmeysizler. O ahlaklık adamdan kılığa yaşayamaz. Hem de sizlerden indigenizlar kurultayınlardı bu ahlak meselesi eğir mesele hem de şunda olsun mu şunda bir nimeni dep koyayım. Önkeras yani bir nefsin kör kaldım bugün bir Türkiye'deki bir kıyrenişimizden video işleyirken bir kıyrenişimiz bir vaxtlarda bizge karşı olan fikirlerki videolarını evet koyup ki vallahi körüp maballık ile tanqidi nime kıla alaydıgan näse bağ şeydi o dep ne qıp qoyatdım qeyen küllerine birdi nesip olsa bir tanqidini bir anlagaç cevap verip söhbət qilish bir nesip bolar dep oylagandım. Bugün bir videosunu evet koyuptu. De iyi bayla. Bu şu nimeni başlaştım burun. Ötküzüp görüşke ara bilgedim. Benim düşengenimde, hatta düşenmegen bolsam, Şarkı Türkistan'ın müstakilliği bizden birden bir yolumuz diyen şekilde bir bayanat kılaylı dep teşkilatlarını yığılışını ümit kılıp hareket kıptike 4-5 ayının aldı da. Ama o bombaptı. Teşkilatlar bununla yakın kemaptı ya ki her yıl başka meselelerini aldığı iştirip, anı keyine iştiripti. Bu inimiz heyran kaptı bununla. Hürmetli inem. Şarkı Türkistan müstakillik kürüşü Amerika'da başlanğandan tartib bugünküçe burmulunub ketdi degan narsani so'zlab birinci qol materialdan dalil verib qaranglar. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qol material deganning nimaligini bir izdininglar. Bu yaş fikrlarim. Birinci qol material chiqqan vaqtida tormozda desaysiz. Çünkü birinci qol degan original degan gap. Birinci qol material chiqarib so'zlayotsa bir adam. Onunla yine tetet kısınız, o vaxtıda o sizde akademik bilim mu, yakın münazire diyen nesne gibi hürmet yok olur. Birinci kolunu çıkarırsınız, şapı toktayız. Mesela bunu bir misal bir ya. Türkiye'de mi bir talaş tartışma var, Türkiye'nin tarihi doğruluk. Nimdeydi desenler? Birileri deydi Mustafa Kemal vaxtı Atatürk bombağa vakti Mustafa Kemal Paşa 1919 yılı 19 Mayıs'ta 5. yani 19'da Samsun'a İngilizlerden qichib yürüp bir eski qiyiq olan mustaqib turib chiqdi degan bir tarix var, devlet tezi. Bunu otur mekteplarda ügüt etti burun. Lekin birinci kol materyaldan şundan nesler çıktı ki, iki tane nesler. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a bağını bir qiyiq emas, bandırma vapuru dep yo'g'on bir parxod. Bu boğazlar bütün İngiliz'in işgalı tursa bu qanday ötələydi degende ikinci çıkan birinci kol materyal nima degende Mustafa Kemal Paşa'nın pasportu ve pasportu da İngiliz 105'inin imzası bilen vize verip İstanbul'dan Anatoliyaga İngilizlarning ruhsati bilan o'tgan. Öyle qichib yurib vatanni ozod qilmay deb o'tgani hikoya. Yani shuning uchun birinci kol materyal chiqdimi sizning hikoyangiz palavra axlat oludur. Şuna birinci, hozirgacha Sharq Turkiston mustaqilliği setildi degan yerda birinci kol material ko'rsatyapmiz biz. Şuna bu inimiz emdi bu yerga kelgan bo'lsangiz men endi nim deyman. Yani birinci kol materialni ko'rsatdi va ko'zangizni kerib turib tixmi yerimiz qolgan deb. Da bugungacha bizning shu harakatimizda ayblab atdingiz. Endi tushundingizmi? Sharq Turkiston kurashinin bir bayanat bereyli deseniz onun bir yerge kelmesi bu tuncu qitim emas. Mındaqçı nima uchun eserler yazıldı? Nima uchun kitaplar yazıldı? Nima uchun oldingilar xatiri qoldirdi? Keyingilarni o'xshash xatolikni takrorlamasin deb. Agarda bilim kitapları, fizika, biyologiya kitapları yazılmagan bo'lsa, insonlar 6000 yildan beri o'xshash ishni takrorlavergan bo'ladi. Ama şu kitap yazıldı ki Mavi manda olsun manda buludu ki degan narsa yazıldı ki keyingi avlodlar vaqtini israf qilmasin. Şu yazılib bo'lgan narsaning bayqashning ustiga yangi narsa qursin deb yozildi. Biz o'tgan 3 yilning yog'i şu avara bo'lmanglar yana qaytadan sinab. Manda narsalar var. Kelinglar ishni mavi bo'lib bo'lgan tajribaning ustiga qurayli deyish uchun qilyapmiz.
Hem de Türklerde bir gap var. Bazılar anlap öğrenmeydi, yaşap öğrenidi deb. Yaşap öğrengenler olsa yaşap öğrenolar birden. Andiken biz to'g'ayaga kelisilar. Ama o'zinglar beshinglarni o'tkazib anadigan kelimiz desanglar, uni eyvallah qarindoshlar. Ama biz bir narsani bekorga deyapmaymiz. Bu kurashning ichida 20 yilga yaqin to'g'ay odamman. Va tig'i xalqning oldiga hozir olsak ko'taranmaydigan narsalar bor. Ko'taralaydiganni qadam xalqning ko'zini ichish uchun menyapmiz. Ama Allohga shukr, eng ozda xalqning 20dan ortig'i tushandi ishlarni. Shuning uchun bugun mushagicha qilay. Enishtenning bir gapini qo'shib o'tay burun ekranda degan ba'zi qarindoshlarimiz toza yaxshi anglamaga o'xshaydi. Enishten manda deydi. Dötlük o'xshash ishni qilaverib, o'xshamaydigan natija kutishdir deydi. Agarda o'xshamaydigan natija olaman desam, o'xshamaydigan ishni qilsa, o'xshash ishni qilaverib, o'xshamaydigan natija olib bo'lmaydi. Tamam? Hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin qarindoshlar. Kelar qitim ko'rishguncha aman bo'linglar. Hammalar Alloh amonat qarindoshlar.